Hop, soatimiz 12:30 bo'lgani bilan va yaxshi misol kelib qoldi. Ushbu tizmada nechta uchburchak bor debdi. Bu aniq ko'p bo'ladi, 30 ta 40 tadan ko'p. Xullas kombinatorka bolalar. Bitta eslatib olaman, keyin buni yechamiz. Kombinatorka. Hop, yaxshi. Mana bu formulamiz bor kombinatorkada ishlaydigan nk degan. Buni formulasi n faktorial taqsim k faktorial. Keyin mana uni ayirmasi n minus k faktorial. Batta bilasan, mana n katta bo'ladi k dan. N katta yoki teng bo'ladi k dan. Teng bo'lishi ham mumkin ikkalasi. 6 × 6 1/1. Xullas shuni bilib olinglar. Ma'nosi n ta detaldan katasini necha xil usulda tanlab olish degani. Necha xil usulda tanlab olish degani. Olish. Qarab tur. Endi chizmam ozgina o'xshamadi. Uchburchakda tepada bitta nuqta bo'ladi. Pastda nechta nuqta bor? Bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Bolalar qara. Uchburchakda tepasida bitta nuqta bo'lishi kerak. Uchburchak bo'lish uchun pastda nechta nuqta bo'lishi kerak? 4 tami yo 2 tami? 2 ta. To'ppa-to'g'ri. Batdan ikkita nuqtani necha xil usulda tanlab olaman? Nima demoqchiman? Birinchi nuqta, ikkinchi nuqta, uchinchi nuqta, to'rtinchi nuqta. Ma'nosini tushunib olinglar, u yog'i tekis ketadi. Ya'ni 1 bilan 2 ni olaman yoki 1 bilan qaysini olaman? 3 ta. 1 bilan 4 ni olaman. Shartda o'zi 3 ta bo'ldi. 2 bilan 1 da ola olmayman endi. 2 bilan 3, 2 bilan 4. 5 ta bo'ldimi? 3 bilan 4. 6 ta bo'ldimi? Xuddi shu formula mana bu. Ya'ni jami nuqtalar nechta? 4 ta va bu 2 ta. Tushundingmi? Teng 4 faktorial taqsim 2 faktorial. Ayirmasini faktorial. 2 faktorialmi? 4 faktorial degani 1 dan 4 gacha, ya'ni 1 2 3 4. Pastda 1 2 2 va 1 2. Va 1 2 lar qisqaradi. Bu 12, 2 bo'lsa 6. Xuddi shu hozir tanlab olganimiz 6. Demak, batta nechta uchburchak bor ekan? 6 ta. Ma'no nima degani? Mana bu nuqtalardan 6 ta 2 ta 2 ta 2 dan tanlab olasan va o'sha 6 ta uchburchak yasash mumkin. Endi batga qara bolalar. Mana bu nuqtaga qara. Uchburchak bo'lishi uchun birinchi mana buni tanlaylik. 1 2 3 4 5. Mana shu joyidan ketdi. Mana birinchi qadam. Jami nechta? 5. S5 dan nechta tanlab olasan? 2 ta. Hop, 5 faktorial taqsim 2 faktorial ayirmasi 3 faktorial bilan 5 faktorialni ayirsang tepada 4 bilan 5 ortib qoladi va 2 faktorial. 2 faktorial 2 da. Nechta? Mononi o'zida 10 ta chiqar ekan bolalar. Endi boshqacha rang qilaman. Qizil. Ma'lumga o'taman. Nechta bu? 1 2 3 4 5. Mana bu sariqqa qara. Mana bo'ldi, mana tugadi. Bu ham 5 tami? Bu ham 10 ta to'ppa-to'g'ri. Bu ham 5 tami? Bu ham 10 ta. Bu ham 5 tami? Bu ham 10 ta. Demak, birinchi qadamimda jami nechta ekan? Gap yo'q. Ya'ni 4 kere 10 40 ta uchburchak bor ekan. Mononi uchidan 40 ta. Mono tarafda o'zi 40 ta. Endi biz asosiy qaysi tarafdan qaraymiz? Tepadan qara. Tepadan qarasang, mana yam-yashildan 1 2 3 4. Bu ikkinchisi. Jami S4 dan nechta tanlab olaman? 2 ta. 4 faktorial taqsim 2 faktorial ko'paytiraman 2 faktorial. Necha chiqdi hozir? Men yerda ishladik-ku. 6 chiqdimi? Endi batta ham bolalar. 1 2 3 4. Ikkinchisiga qara. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nechta? Mana tepadan qara. 5 tami? Demak, batta 6 kere 5 30 ta. Jami 70 ta. Sanab chiqarmiding aka?